Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar. Oxirgi paytlarda shunday savollar ko'p kelyapti, ya'ni biror bir kasallikdan qattiq qo'rqish, mana shu kasallikka chalinib qolish yoki mana shunday kasalman degan shubha gumonlarda yurish, shu kasallik bilan bog'liq tekshiruvlarni qayta o'tkazish holatlari ko'p uchrayapti va bu ham nevrozmi, bu ham nevrozdan bo'ladimi degan savollar ko'p uchrayapti. Albatta bu ham nevroz. Nevroz holati o'zi miyamizni tanani himoya qilishga bo'lgan reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni miyamizga shunday fikr o'rnaydi, bizni sog'lig'imizga, bizni hayotimizga qandaydir xavf bor degan programma miyaga o'rnab qolgandan keyin va miya mana shu narsadan tezroq qutulish yoki shu narsadan sizni ehtiyot qilishga harakat qiladi. Misol uchun ba'zi holatlarda ba'zi insonlar tibbiyot muassasalarida analiz topshirishgan paytda ularga noto'g'ri tashxis qo'yib sahr, ya'ni qandli diabet kasalligini qo'yib qo'yishadi va bu inson bu holatdan juda ham qattiq qo'rqib ketadi. Va bu holatda o'ziga o'zi men endi qandli diabet kasali bilan og'riyman, men sahrman, endi shu bilan buyog'i tamom, tugadi deb xuddi mana sahr kasali bilan og'rigan bemorlardagi kasalliklar, ya'ni belgilar mana shu insonda paydo bo'la boshlaydi. Og'zi quriydi, tez siyishga boradi, tez chanqaydi, xuddi bir ozib ketayotganday yoki boshqa bo'layotganday bo'laveradi. Atrofdagilarga bu narsani aytishga uyaladi, qo'rqadi, lekin o'zidan xavotir ortib ketaveradi. Ya'ni qayta tekshirtiraveradi va bundan keyin siz endi qandli diabet emas ekansiz, bu analiz adashib olinibdi, noto'g'ri olinibdi, adashilibdi degan taqdirda ham mana shu narsa miyada qolib ketadi. Yoki boshqa belgilar, misol uchun saraton kasalligi. Saraton kasalligiga ham shubha gumon qilishadi. Tekshirtirib keling degan holatda tekshirtirishga borishda o'zidayoq yoki analizni topshirib javob chiqishidan oldin inson o'zi xavotirlanishni boshlaydi. Agar bo'lib qolsam, mana shunday kasal bo'lgan bo'lsam, nima bo'ladi? O'lib qolsam nima bo'ladi? Farzandlarim qanday bo'ladi? Qanday katta bo'ladi? Hammasi insonni ko'z oldidan o'tishni boshlaydi va mana shu narsa miyaga yozilib qoladi. Yoki sal boshqacharoq holati bor, insonni yaqin insonlari, akasi, opasi, ukasi, onasi, otasi yoki shunga o'xshash yaqin qarindoshlarda og'ir kasalliklar, misol uchun saraton yoki shu qandli diabet yoki boshqa qandaydir kasalliklar bo'lsa, demak mana shu kasallik endi menga ham o'tadi. Men ham xuddi shu holatda o'lib qolaman, xuddi shu holatda qiynalaman degan qo'rquvlar. Bu holat ham mana shu miyangizga o'rnab olishi natijasida, mana shu fikrda, mana shu qo'rquvni kasallik bilan bog'liq holatda miyangizga o'rnab qolishi natijasida paydo bo'layotgan narsa. Xo'p, bundan qutulishga harakat qilib juda ko'p dorilarni ichishadi, psixiatr, nerpatologga borishadi, tinchlantiruvchi dorilar ichishadi, qayta tekshiruvlar o'tkazishadi, lekin bu narsadan xalos bo'lish ancha birmuncha qiyinlashadi. Bunga asosiy sabab miyaga o'rnab qolgan, boya aytib o'tganimdek, programma. O'rnashib qolgan programma. Endi mana shu narsani yo'qotishda hozirgi kunda eng yaxshi yordam beradigan narsa psixoterapiya. Psixoterapiya haqida ham ko'p ma'lumot berganman, yana ozgina ma'lumot berib o'taman. Psixoterapiya bu mana shu sizni miyangizda o'rnashib qolgan programma, mana shu fikrlar bilan ishlash jarayoni. Ya'ni siz o'zingizga men qandli diabet bilan kasallandim yoki menda sahr bor degan qo'rquvdasiz. Va mana shu fikrlarni psixoterapiya orqali, siz bilan suhbat o'tkazish orqali va o'zini psixoterapiya metodlari va usullari orqali shu fikrni asossiz holatga keltirish. Ya'ni shunday holat bo'ladiki, insonlar mana shu psixoterapiya bilan ishlagandan keyin o'zlarini ustidan o'zlari kulishadi. Qanday qilib deydi, analizlar chiqmagan bo'lsa, hamma narsa yaxshi bo'lsa, men qo'rqdim shu narsadan. Qanday qilib mana shu narsadan
xavotirlandim yoki mana shu narsani deb ishga chiqmadim, mana shu narsani deb yotib oldim yoki boshqa belgilar paydo bo'ladi, mana shu narsalarni his qildim degan narsa paydo bo'ladi. Bu holatni yo'qotishda psixoterapiya katta yordamchi hisoblanadi. Bu holatni fan tilida ipoxondriya deb ataladi, ya'ni o'zidan kasallik qidirish. Bunday odamlarda yana bir belgilari tanaga o'ta kuchli e'tibor. Misol uchun uyqudan turganda tanani polni skaner qilishadi. Ya'ni butunlay boshdan oyoqqacha xayolan ko'rib chiqishadi. Qayerdadir og'riq yo'qmi, qayerdadir kasallanmaganmi, qayerdadir qandaydir holatda emasmi degan narsa bilan o'zlarini xavotirga solishadi va tanaga juda ham e'tiborli bo'lishadi. Misol uchun peshob sal oralig'i qisqargan bo'lsa, darrov xavotir boshlanadi yoki ertalab turib yuz rangiga, ko'z rangiga, hatto til rangiga qarashni boshlashadi. O'zlaridan analiz yoki qandaydir belgilar qidirishga harakat qilishadi. Ya'ni har bitta organni, har bitta terini holatini e'tibor berib, sinchiklab qarashga harakat qilishadi. Bu narsa mana bu holatni, psixologik mana shunday kasallikda yana ham kuchaytirib yuboradi. Eng to'g'ri yo'l sizlarga maslahat, psixoterapiya orqali davolanishga harakat qilinglar. Psixoterapiyani psixoterapevt mutaxassisi o'tkazadi. Kommentariyada ham juda ko'p yozishadi, doktor nima qilish kerak, nima maslahat berasiz deyishadi. Eng to'g'ri yo'l psixoterapiya olinadigan bo'lsa, psixoterapiya orqali davolanadigan bo'lsangiz, bu narsa fikrlaringizdan ketgandan so'ng sizni bezovta qilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang.